Bu videomizni agar yoqqan bo'lsa bitta like, kommentariy, pastdagi raqamlarga chiqib bizdan bemalol narxlar va boshqa ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Yana bitta podpiska qo'yinglar. Rahmat hammaga. Bu yong'in kelib chiqishi mumkin. Hozir 20 kW quyosh panel stansiyamiz 78 million so'mga hozirgi masalan panellarimizga quyosh qancha ko'p vaqt tushib tursa, yaxshi tushib tursa, soyasiz tushsa, albatta bu tokni ko'p ishlab chiqaradi va sizga kattaroq daromad olib keladi. Korpuslarimizda tok paydo bo'lib qolmaydi, yo bo'lmasam invertorimizda korpusda tok paydo bo'lib qolmaydi. Hozir 30-35 gradusda qo'yilishi kerak panellarimiz. Assalomu alaykum kanalimizga obunachilari. Mana biz bugun Mag'lon shahrida Eshonguzardamiz. Bu obyektimizga 20 kW quyosh panel stansiyalarini o'rnatib beryapmiz. Xo'sh, bu yerda panellarimiz Longi Haymo Exxon karkasimiz profil uyg'unlardan qilib kraskalar berilgan. Demak, bu videoda hozir 20 kW quyosh panel stansiyamiz 78 million so'mga hozirgi masalan bahorgi narxlarimizda shuna tushyapti. 78 million so'm. Yana o'rnatish jarayonida uy egalari o'rnatib bo'lgan yoki o'rnatmoqchi bo'lgan fuqarolarga gradus haqida aytmoqchiman. Gradus optimal hozir 30-35 gradusda qo'yilishi kerak panellarimiz. Ularning azimuti, ya'ni qaysi tomonga qarab turganligi. Agarda sizda masalan quyosh panellaringiz shimolga qarab turgan bo'lsa, demak sizda точный xato qo'yilgan bo'lgan. Bu panellar o'zi aslida janubga 180 gradusga qarab turishi lozim. Janubga qaraganda o'shanda sharqdan chiqib g'arbga botguncha buni oladi. Demak, agar sizda g'arb yoki sharqga qo'yilayotgan bo'lsa ham bo'laveradi. Agar g'arbga qo'ysangiz, chiqqan quyoshni oladigan bo'ladi yoki g'arbga qo'ysangiz, albatta keyingi quyoshni olib yaxshi ko'rsatadi. Keyin panellarimizga quyosh qancha ko'p vaqt tushib tursa, yaxshi tushib tursa, soyasiz tushsa, albatta bu tokni ko'p ishlab chiqaradi va sizga kattaroq daromad olib keladi. Demak, yana nima demoqchimiz? Mana bu yerda Longi Haymo Exxon xomro panellari 30 dona tushdi, 20 kWlik. Buni tomdan kelib chiqib 180 gradusga burib berdik. Ko'rsa ham bo'ladi. Agar biz bu tomimiz bu tomonga qarab turibdi, bax 140 gradus. Shuning uchun biz biroz 180 gradusga burib qo'yib o'rnatib berdik. Chunki o'sha soat 3 to'rlardan keyin bu quyosh yoniga o'tib qolmasligi uchun qilib berganmiz. Xudo xolasa, endi bunda o'rnatilayotgan invertorlarimiz deya invertori hozir ish jarayonida. Bu binoning ikkinchi qismi ham bo'ladi. O'rnatilgandan keyin sizlarga ko'rsatamiz. Bu yerda ko'rsalar ham bo'ladi. Zazimlena qilingan uy egalari, fuqarolar sizlarda quyosh panel qo'ygan bo'lsangiz, обязательно zazimlena qilinglar. Zazimlena bu korpuslarimizda tok paydo bo'lib qolmaydi, yo bo'lmasam invertorimizda korpusda tok paydo bo'lib qolmaydi. Xo'sh, yana qo'yayotganlaringda uyga starbadan kirib kelayotgan kabellaringizni techeniyasiga e'tibor bering. Mutaxassis qanaqangi kabel ishlatishni bilishi kerak. Bo'lmasam bu yong'in kelib chiqishi mumkin. Va quyosh panel o'rnatayotganlaringizda quyosh paneliga maxsus ishlatilgan narsalar ishlatinglar. Haligi maxsus quyosh panel uchun. Bo'lmasam yong'in kelib chiqishi yoki effektsiz bo'lib qolishi mumkin. Xo'sh, bu videomizni agar yoqqan bo'lsa bitta like, kommentariy, pastdagi raqamlarga chiqib bizdan bemalol narxlar va boshqa ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Yana bitta podpiska qo'yinglar. Rahmat.